Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun 11 fevral 2026-yil Bog'ot avtosavdoni Komfort bozorida turgan mashinalarning opsiya narxlari bilan tanishib chiqamiz. Kelsangiz avtokredit, avtobarter, naqd pul ko'rinishida savdo etib beramiz. Sizlardan sotiladigan mashinalar bo'lsa, kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Kelishsak naqd pul olamiz, kelishmasak qo'yib sotib berish variantlarimiz bor. Bu yerdagi 90% mashinalar ham egalardan sotib beradigan turibdi. Hozirgi aytilgan narxlar ustidan kelsangiz yana kelishiladi. Biz egalar aytgan narxini aytamiz, ustidan kelinglarni ega bilan prямо gaplashasizlar. Trailblazer mashinamiz 2021 yil bo'ladi. 100% rodnoy, 200 ming yurt turibdi. Yumshoq balon, propan gazlari bor. Mashinamiz narxi 260 million so'm. Naqd pul olsa yana kelishiladi. Shu mashinam egadayna, ustidan kelinglar egani oldiramiz. Xohlang 240 oling, xohlang 250 oling, bizga farqi yo'q. Ana kelishaverasizlar. Captiva S7 2017 yil bo'ladi. 74 ming yurgan, 100% rodnoy, polniy shumka, yumshoq balon, mezigar pul, propan gazlari bor. 2.4 motor, mashinamiz narxi 235 million so'm naqd pul olsa yana kelishsa bo'ladi. Kredit oldindan 80 million bersangizlar, 9 million so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Captiva 3 lik motor bo'ladi, 2014-yil 120 ming yurt turibdi, 100% rodnoy, metan gaz yumshoq balonlari bor. Mashinamiz narxi 140 million so'm naqd pul. Kredit oldindan 45 million bersangizlar, 5 million 600 ming so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Captiva'miz aksiyada turibdi, 2013-yil bo'ladi. 210 ming yurgan, krassiyasi, kapotining yuzida bor, metan gaz yumshoq balonlari bor. Polik chexolnacha qilingan. Mashinamiz narxi 110 million so'm naqd pul. Kredit oldindan 15 million bersangizlar, 5 million 600 ming so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Notariusga esa denning. Captiva 2.4 qilingan 3 lik motor bo'ladi. 2011-yil 180 ming yurt turibdi. Kraskasi shu bir krelda va yumshoq balon, metan gazlari bor. Mashinamiz narxi 130 million so'm. Naqd pul olsa yana kelishib beramiz. Kredit oldindan 40 million bersangizlar, 5 million so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Captiva'ning ma'lumotlari yo'q hozircha. Captiva'miz bu ham aksiyada turibdi. 2018-yil 2.4 motor, yumshoq balon, metan gazlar bor. 96 ming yurt turibdi. Shu bir krelna krassiyasi bor. Mashinamiz narxi 178 million so'm. Naqd pul olsa yana kelishib beramiz. Ozgina ustunda kelishsa bo'ladi. Ko'p qaytilmaydi lekin. Kredit oldindan 15 million bersangizlar, 10 million so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Captiva'miz 2012-yil 100 ming yurgan, krassiyasi rodnoy, metan gaz yumshoq balon, diskalar qo'yilgan. Mashinamiz 4 qilingan polniy. Mashinamiz narxi 135 million so'm. Naqd pul olsa yana kelishiladi. Kredit oldindan 40 million bersangizlar, 5 million 600 ming so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Captiva 4 qilingan 2015-yil 3 lik motor bo'ladi, 220 ming yurgan. Krassiyasi rodnoy, yumshoq balon, metan gazlari bor. Mashinamiz narxi 167 million so'm. Oldindan 67 million bersangizlar, 5 million 600 ming so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Captiva 2017-yil S7 bo'ladi, 140 ming yurgan, yumshoq balon qo'yilgan. Mashin benzinda 100% rodnoy, narxi 228 million so'm. Kredit oldindan 60 million bersangizlar, 9 million 400 ming so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Bu yerda trekker savdosi. Captiva'miz 2018-yil 70 ming yurgan, krassiyalar rodnoy, propan gaz yumshoq balonlari bor. Mashinamiz narxi 233 million so'm. Oldindan 55 million bersangizlar, 10 million so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Captiva mexanika bo'ladi, 2.4 motor, 2011-yil yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashin 165 ming yurt turibdi. 100% rodnoy, narxi 115 million so'm. Naqd pul olsa yana kelishiladi. Kredit oldindan 25 million bersangizlar, 5 million so'mdan 3 yillik kreditga chiqadi. Shu mashina meni egadan ustuna kelinglar. Egani chaqiramiz, ega bilan gaplashaverasizlar. Equinox'imiz 2020-yil 125 ming yurgan, yumshoq balonlar qo'yilgan, propan gazlari bor. Faro, polniy shumka qilingan mashina. 2 lik motor bo'ladi. Mashinamiz narxi 270 million so'm. Naqd pul olsa yana kelishiladi. Zetaur X90 Plus 2023-yil bo'ladi, 29 ming yurgan, 100% rodnoy, benzinda mashina. 7 odamlik
Dubai variant. Mashinamiz narxi 310 milyon so'm. Naqd pul olsana kelishib beramiz. Kredit oldindan 120 milyon bersangiz, oylik to'lov 5 milyon 900 ming so'mdan 5 yillik kredit chiqadi. Jetour X70 Plus. Mashinamiz 2023-yil Dubai variant bo'ladi. Yumshoq pololar qo'yilgan. Mashin benzinda 24 ming yurt turibdi. 100% radnoy. Narxi 295 milyon so'm. Naqd pul olsana kelishadi. Tracker Premier 2023-yil 19 ming yurgan. 100% radnoy. Ablisopka, yumshoq polon, parok, metan gaz, polik chexol nasha qilingan mashinamiz narxi 223 milyon so'm. Oldindan 53 milyon bersaysizlar 5 milyon 400 ming so'mdan 5 yillik kredit chiqadi. Jetour Dashing mashinamiz aksiyada turibdi. 2023-yil bo'ladi. 26 ming yurgan, 100% radnoy, propan gazlar bor, yumshoq pololar qo'yilgan. Belgium svet, polik chexol nasha bor. Mashinamiz narxi 252 milyon so'm naqd pula. Kredit ham где-то 70-80 milyonlar bilan chiqadi. Oylik to'lov 6,5-7 milyonlardan chiqadi 5 yil. Tracker Premier Plus 2024-yil 10 ming yurgan, 100% radnoy, propan gaz, yumshoq pololar bor. Mashinamiz narxi 233 milyon so'm. Naqd pul olsana kelishadi. Kredit oldin 52 milyon bersangizlar 5 milyon 800 ming so'mdan 5 yillik kredit chiqadi. Kia Sonet 2025-yil 3000 kilometr yurgan, krassiyasi toza, benzinda, yumshoq, o'zin diskalarida birinchi nomerli olingan. Mashinamiz narxi 210 milyon so'm. Oldin 55 milyon bersangizlar 5 milyon so'mdan 5 yillik kredit chiqadi. Kia Seltos mashinamiz 2023-yil 45 ming yurgan, yumshoq polon, mashin benzinda, 100% radnoy, narxi 280 milyon so'm. Naqd pul olsana kelishadi. Shu mashina meni egadan ustuna kelinglar. Balkim 250 milyona berar. Tracker puldan. Ustuna kelishlar ega bilan gaplashib, chiroylatib kelishtirib beradi. Tracker LC birinchi paysi 2023-yil 6000 kilometr yurgan, 100% radnoy, birinchi nomer, paroklar qo'yilgan. Mashin egadan narxi 185 milyon so'm. Naqd pul yana kelishsa bo'ladi. Kredit oldindan 40 milyon bersangizlar 4 milyon 800 ming so'mdan 5 yillik kredit chiqadi. Bu yerda Tracker savdosi 2023-yil Premier. Malibu 1 mexanika ikkinchi paysi bo'ladi. 2013-yil 145 ming yurgan, kraska 1 krelda bor. Metan gaz, yumshoq pololar bor. Mashinamiz narxi 125 milyon so'm. Naqd pul olsana kelishadi. Kredita oldindan 25 milyon bersangizlar 5 milyon 600 ming so'mdan 3 yillik kredit chiqadi. Toyota Sienna mashinamiz 8 odamlik bo'ladi. 2017-yil avtomat korobka. 225 ming yurgan, lyuksli variant. Mashin benzinda, kapotining yuzida krassiyasi bor, polni shumka, yumshoq pololar bor. Mashinamiz narxi 28 ming dollar aytiladi. Naqd pul olsana kelishib beradi. Malibu 1 avtomat 2013-yil choka svet 58 ming yurt turibdi, 100% radnoy, propan gazlari bor. Mashinamiz narxi 170 milyon so'm. Kredit oldindan 70 milyon bersangizlar 5 milyon 600 ming so'mdan 3 yillik kredit chiqadi. Mexanika Malibu 1 qora svet, mashinamiz 2013-yil. Avtomat diskalar qo'yilgan, yumshoq pololari bor. Tonirovka ruxsatlari bor. Mashinning orqa kalenida krassiyasi bor, 105 ming yurt turibdi, propan gazlari bor. Mashinamiz narxi 158 milyon so'm. Kredit oldindan 60 milyon bersangizlar 5 milyon 600 ming so'mdan 3 yillik kredit chiqadi. Malibu 1 mexanika bo'ladi. Birinchi paysa 2014-yil mashin. Yumshoq polon, chiroyli diskalar qo'yilgan, 2.4 motor, metan gazlari bor. 109 ming yurt turibdi mashin. Narxi 125 milyon so'm. Naqd pul olsana kelishib beramiz. Oldindan 25 milyon bersangizlar 5 milyon 600 ming so'mdan 3 yillik kredit chiqadi. Malibu 1 mexanika. Mashinamiz birinchi paysa 2012-yil 100% radnoy, bir qo'l mashin, 150 ming yurt turibdi. Metan gaz, yumshoq pololari bor, polik chexol nasha qilingan. Mashinamiz narxi 122 milyon so'm naqd pul. Kredit oldindan 25 milyon bersangizlar 5 milyon 400 ming so'mdan
5 yıllık, 3 yıllık kredite çıkadı. Avtomat Malibu 1 2013 yıl 73 bin euro, yani 100% radnoy. Pakalina metan gaz yumşak bolaları var. Maşinamız narxı 170 milyon so'm. Aldından 70 milyon bersaysizlar 5 milyon 600 bin so'mdan 3 yıllık kredite çıkadı. Malibu 1 2013 yıl avtomat boladı. Kamilyon süvet yumşak bolalar koyulgan. Pakalina metan gazlar var. Maşin 75 bin euro tuttu. Narxı 170 milyon so'm. Kredit aldığında 70 milyon bersaysizlar 5 milyon 600 bin so'mdan 3 yıllık kredite çıkadı. Malibu 1 avtomat kara süvet 2013 yıl 53 bin euro, yani krasi arka krelinde petnosu var. Maşin benzinde yumşak bolalar koyulgan. Narxı 172 milyon so'm. 2.4 motor 15 ta salondan alıngan. Aldığında 75 milyon bersaysizlar 5 milyon 600 bin so'mdan 3 yıllık kredite çıkadı. Mekanika Malibu 1 çoka süvet 2013 yıl 56 bin euro, yani 100% radnoy. Maşin benzinde narxı 142 milyon so'm. Kredit aldığında 52 milyon bersaysizlar 5 milyon 600 bin so'mdan 3 yıllık kredite çıkadı. Kia K5 GT Line 2021 yıl 21 bin euro, yani 100% radnoy. Şu maşinam egeden. Yetişende ayıbı yok maşının. Narxı en kul pozisiyası 345 milyon so'm naqd pul sene gelişip baradı. Ena maşin. Malibu Premier 2022 yıl 44 bin euro, yani 100% radnoy benzinde. Narxı 345 milyon so'm naqd pul sene gelişip baramız. Kredite aldığında 110 milyon bersaysizlar 7 milyon 400 bin so'mdan 5 yıllık kredite çıkadı. Malibu 2 Turbo 2019 yıl boladı. 51 bin euro, yani 100%. Bir eşkinde krasiyası var. Metan gazları var. Maşinamız narxı 242 milyon so'm naqd pula. Kredite aldığında 70 milyon bersaysizlar aylık to'lov 10 milyon 300 bin so'mdan 3 yıllık kredite çıkadı. Malibu 2 204 atmosferli maşinamız 2018 yıl premier kılıngan yumşak bolalar var. 83 bin euro tuttu. Krasiya bir krelinde var. Maşinamız narxı 235 milyon so'm benzinde maşin. Kredit aldığında 70 milyon bersaysizlar 9 milyon 300 bin so'mdan 3 yıllık kredite çıkadı. Malibu Premier 2022 yıl 45 bin euro, yani krasiyası taza benzinde yumşak bolalar var. Maşinamız narxı 340 milyon so'm. Kredit aldığından 104 milyon bersaysizlar 7 milyon 400 bin so'mdan 5 yıllık kredite çıkadı. Malibu Premier 300 milyon so'ma 2022 yıl 79 bin euro, yani krasiyası radnoy benzinde yumşak bolaları var. Maşinamız ten narxı 300 milyon so'm. Aldığından 20 milyon bersaysizlar Natarskoy adderni 9 milyon so'mdan 5 yıllık kredite çıkadı. Malibu Premier 2020 yıl 66 bin euro, yani 100% radnoy. Maşin propan gazlar var, yumşak bolalar koyulgan. Maşinamız narxı 295 milyon so'm. Aldığında 80 milyon bersaysizlar aylık to'lov 7 milyon 200 bin so'mdan 5 yıllık kredite çıkadı. Malibu 2 turbo boladı. 2020 yıl 53 bin euro, yani 100% radnoy benzinde maşin. İgeleden satıp paraya tuttu. Maşinamız narxı 260 milyon so'm naqd pul sene gelişip baradı. Kredit aldığında 70 milyon bersaysizlar aylık to'lov 7 milyon 800 bin so'mdan 3 yıllık kredite çıkadı. Naqd kredit barter halan sulası soda etparamiz. Maşinlarımız Boğat Avto Savdolarının Komfort pazarında duradi. Bu aytilan narxlar üstüne kelsaysizlar yana kelishiladi. Kelaverasizlar, maşinlarimiz ko'p, bizning xizmatdamiz.